Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 28-dars. Mavzuyimiz sonlarni ayirish. 61-betni ochsangiz, u yerda bizda 8-9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Darsimizni boshlashimizdan oldin bitta yangilikni aytib ketmoqchiman. Juda ham ko'pchilik bizni Telegramimizda yozishyaptiki, rus tili chiqmadi, ingliz tili chiqmadi yoki ona tili chiqmadi deb. Hammasi chiqyapti, lekin ular pulli kanalimizda chiqib kelyapti. Hozir biz u kanalimizda rus tili kitobidan 17-betni tugatdik, daftarining 14-betiga yetib keldik, ingliz tilidan 18ni tugatdik, ikkinchi sinf ona tilidan esa 67-mavzuni ham tugatganmiz. Bilsangiz, 27-mavzuyimiz va 27-mavzuyimiz Telegramda, YouTube'da chiqqani ham yo'q, chunki u bizni pulli kanalimizda chiqdi. 29-mavzuyimiz ham u yerda boshlanadi. Xohlasangiz siz Sanur Premium 2 kanalimizga qo'shilib olishingiz mumkin. Uning uchun siz Sanur maktabga kirib, adminga yozib yuborsangiz, ataga 50 ming so'mga 3-noyabrgacha uy vazifalarini qilingan holatda olishingiz mumkin. 8-vazifamizni o'qiymiz. Konsert zalining 1-qavatiga 16 ta, 2-qavatga 27 ta video kuzatuv kamerasi o'rnatildi. 15 ta kamera har kuni ishlaydi. Nechta kamera faqat konsert vaqtida yoqiladi? Keyin hisoblab olar ekanmiz. Demak, bizda konsert zalimizda 1-qavatida 16 ta kamera bor ekan. Ya'ni yozamiz, 1-qavat deymiz. 1-qavat bizda 16 ta kameramiz bor. Ikkinchi qavatda esa bizda 27 ta bor kameramiz va faqatgina, lekin har kuni 15 ta kamera ishlaydigan. Ishlaydi. Har kuni 15 ta kameramiz. Nechta kamera faqat konsert vaqtida yoqiladi? Biz sizlar bilan hozir buni hisoblaymiz. Birinchi o'rinda biz sizlar bilan jamini topa olishimiz kerak, nechta kamera borligini. 1 deb qo'yaman, ustun usul bilan ishlab ko'ramiz. Qarang, 27mizni, ya'ni 27 ta kameramiz bor. Buni 16 ga qo'shib olamiz. Shunda 6 ni 7 ga qo'shsak bizda 13 bo'ladi. 3 ni yozamiz, mana 1 ni yozmay turamiz. Kalamizni ushlab turamiz shu 1 ni. Keyin tevadagi 2 ni 1 ni qo'shsak 3 bo'ladi. Tagidagi 1 ni qo'shsak 4. Ya'ni bizda jami 43 ta kameramiz bor ekan. Ikkinchi bizning vazifamiz, endi ishlaydigan kameralarni biz minus qilishimiz kerak. 43 minus 15 qilamiz. Endi qarang. Biz sizlar bilan endi bu sonni ikkitaga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu safar ozgina boshqacha ajratamiz. Birinchi sonimiz mana bu yerda 44 bo'lsa, biz 43imizni 40 va 3 qilar edik ilgari. Endi esa buni 43 qilmaymiz, balkim oldin 30 qilamiz va bu yerga esa 13 deymiz. Tushunarlimi? Ilgari biz sizlar bilan 40 bilan 3 qilgan bo'lsak, endi mana bu yerda 10 ni olib 40 dan 13 ga 3 ga o'tkazib yuboramiz. Shunda 13 bo'ladi. Ikkita songa ajratdik, ha? Yozganda bundoq qilib yozamiz. 15imizni esa oddiy hisoblaymiz. Ya'ni bu bizda 10 va 5. Barobar deymiz. Birinchi o'rinda 30 dan biz minus 10 qilib olamiz. O'tganmizda buni sizlar bilan o'tgan darslarimizda. Keyin qo'shib 13 dan minus 5 qilamiz. Hisoblaymiz. 30 minus 10imiz 20. 13 minus 5imiz esa kalamizni hisoblab ko'ramiz 8. Ya'ni 20 plus 8 bizda javobi 28 bo'ladi. Bu yerga ta'ni qo'shib qo'ysak, javob deymiz. Bizda demak jami har kuni konsert paytida 28 ta kameramiz ishlar ekan. Shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Biz esa 9-vazifamizga o'tamiz. 9-vazifamizda bizda misollarni yeching deb berilgan. Demak, biz sizlar bilan har bittasini alohida ishlab chiqamiz. 56 19 ni hisoblaymiz. Birinchisi 2 3 bo'ladi. Qani kichikroq qilaylikchi. 3 4. Mana bu bizda 5. Qani edi? 5 6 7 va 8. Bu tarafimizda yo'qmi? Bu tarafimizda yo'q. Yaxshi. 1 deb yozaman. 56 ni minus 19 qilamiz. Iloji boricha kattaroq qilib qo'yaylik, hisoblaganda joyimiz qoladi shunda. Xo'p, 56 ni ikkitaga ajratib olamiz. Ya'ni
50 bilan 6 ga emas, balkim bitta kam olamiz, 40 deymiz va 6 ga 10 ni qo'shamiz. O'shanda 16 bo'ladi. 19 esa ikkita oddiy songa ajratib olamiz, ya'ni 10 va 9 ga. Yozganimizda 10 va 9 deymiz. Hisoblaganda birinchi o'rinda birinchi sonlardan minus qilib olamiz, keyin ikkinchi sonlarni bir-biridan minus qilamiz. Yozganimda qarang, 40 deyman, minus 10 deb turib, qavs ichiga solib qo'yamiz, qo'shamiz. Endi esa 16 minus 9, ya'ni ikkinchi sonlarimiz minus qilib olamiz. Shunda hisoblaganda 40 minus 10 imiz bizda 30 ni beradi. 16 minus 9 esa yaxshilab hisoblaymiz 7. Ya'ni 30 plus 7 javobi 37. Birinchisining javobiga 37 deb yozib qo'yamiz. Ikkinchisi 53 minus 48. 53 minus 48. Bu sonlarni ham birinchi o'rinda ajratib olamiz. Ozgina boshqacha qilib, buni ham. Birinchi o'rinda 50 demaymiz, u 40 deymiz. Bitta kam olamiz 5 dan. Bu yerga esa 3 demaymiz bu safar, endi 13 deymiz. Ya'ni 10 ni qo'shib yozamiz. 48 imiz esa ajratadigan bo'lsak, bu oddiy sonlarimiz, bu 40 va 8. Shunda hisoblaymiz. Birinchi o'rinda 40 dan 40 minus qilib olamiz. Ikkinchisi esa 13 dan, bu yerga plus qo'yib qo'yaylik, 13 dan minus 8 qilamiz. Shunda qarang, 40 minus 40 imiz bizda 0 ni beradi. Bu yerda esa 13 minus 8 imiz bizda 5 ni, ya'ni 0 plus 5 imiz 5. Oson bo'ldi. Uchinchisi, qani joyimiz bormi? Joyimiz bor, sal kichikroq qilib yozar ekan mana. Bu tarafda, bu tarafimizda joyimiz bor ekan. 91 minus 17. 91 minus 17 barobar. 90 ni ham ajratib olamiz ikkita sonimizga. Birinchi sonimiz kamroq bo'ladi. 90 bo'lsa 9 dan boshlamaydi-yu, 8 dan boshlaydi. Birimiz esa 11 bo'lib qoladi. 17 esa ikkita songa ajratadigan bo'lsak, bular 10 va 7. Demak, birinchi sonlarimiz 80 minus 10 qilamiz. Mana bu sonlarni minus qilib olyapmiz. Ikkinchi sonlarimiz esa 11 minus 7 qilamiz. Lekin undan oldin plus yozib qo'yamiz, 11 minus 7. Hisoblaymiz kallamizda. 80 minus 10 imiz bizda 70 ni beradi. 11 minus 7 imiz esa hisoblasak 4. Ya'ni 70 plus 4 barobar 74 ga. Xo'sh, demak yozib qo'yaylik bularning ham javobini. Mana bu bizda 5 bo'lgan, mana bu esa bizda 74. Xo'p, plusimiz kelyapti. 67 plus 24. 4 deb qo'yaman. Qarang, devalarda minus edi, endi pluslar ketyapti. 67 plus 14. Bu yerda oddiy qilib ajratib olaveramiz, kamaytirishimiz shart emas. Agar savolingiz bo'lsa, nimaga endi bu yerda biz 80 qilib yozdik, ilgari 90 qilib yozardik-ku degan qanaqa bo'lsa, savolingiz bo'lsa, e'tibor bering, mana bu bizning birimiz 7 dan kichikroq. Shunga biz majburmiz, ya'ni 9 ni 10 ni bunga berib turishga. O'shanda 11 bo'lyapti. Ko'ryapsiz-a? Yaxshilab qarab, shoshilmasdan yozadigan bo'lsangiz, tushunib olsangiz bo'ladi. Bu yerda pluslarda biz unaqa qiynab o'zimiz o'tirishimiz shart emas, oddiy qilib ajratib olamiz, ya'ni 60 va 7 ga. Buni esa 10 va 4 ga. Shunda 60 ni 10 ga qo'shib olsak, yopamiz qavsimizni, 7 ni 4 ga qo'shamiz. Yana yopamiz qavsni. Hisoblaymiz. 60 plus 10 imiz 70, 7 plus 4 imiz esa 11. 70 plus 11 imiz barobar 81 ga. Xo'p, 81 bo'ldi bu yerisi. Keyingisi 5-inchisi bizda 51 minus 7. Mana bu yerga yozib ketaman. Qani joyimiz sig'armikin? Bemalol xudo xolis sig'adi. 51 minus 7. Xo'sh, qanday qilib ajratib olsak bo'lar ekan? Endi qarang, yana birimiz 7 dan kichikroq. Shunga biz 5 dan 1 ni bunga berib turamiz. Tushunyapsiz-a? Ya'ni yozganimizda, ajratganimizda qarang. Men bu yerga ya'ni 50 demayman, 40 deyman. Va 40 deganimga 10 ni baqa berib qo'yaman bu tarafga. Ya'ni birimizga 10 ni qo'shsak 11 bo'ladi. Bitta sonimiz turibdi, uni tegmaymiz. O'zi faqat 7 chiqadi. Shunda men 40 deb yozaman. 40 o'zi turibdi. Plus deyman. 11 minus 7. Qavs ichidagini birinchi o'rinda ishlasak, 11 minus 7 imiz 4. 4 plus 40 imiz barobar 44. 6-inchisi 42 plus 8. Qarang, endi bizda bir xonali son.
Qirg'imizni oddiy qilib ajratib olamiz. Sababi u plyusimiz turibdi. Bular 40 ga va 2 ga. Buni esa faqat 8 o'zi bo'ladi. Shunda yana 40 deb yozaman. Chunki biz birinchi sonimiz bu yerda ajratilgan 40. 40 yozganimdan keyin plus deyman. Qavs ochib 2 plus 8. Shunda 2 plus 8 imiz bizda 10 ni beradi. 40 plus 10 qilsam, kallamizni ishlab ko'ramiz, qiyin emas. 50. 7-inchisi, qani javoblarni tevaga yozib qo'yaylik. Mana bu bizda 44 bo'ldi. Mana bu esa 50. 26 ni 5 ga qo'shar ekanmiz. 26 plus 5. Bularni ham ajratib olamiz. 26 ni bu 20 va 6. 5 esa 5 bo'lib qoladi, o'zgarmaydi. 20 ni yozaman, plusni yozaman. Endi qolib ketgan so'zlarimizni, nima deydi, raqamlarimizni bir-biriga qo'shib qo'yaman. Sonlarimiz shunda 6 plus 5 bo'ladi. Hisoblaymiz. 6 plus 5 imiz bizda, kalamizni hisoblasak 11 ni beradi. Ko'chiramiz shu joyini. 20 plus 11 imiz. Buni ham kalamizni ishlasak bo'ladi, qiyin emas. 20 plus 11 31. 8-inchisi va bizni oxirgi vazifamiz bu yerdagi. Xo'p, bu yerda necha bo'ldi? 31 bo'ldi. 38 ni 9 ga qo'shamiz. Ya'ni nimaga bunaqa qilib ishlayapsiz deb savol tug'ilsa sizda, sababi bu maktabda o'tilgan usul. Shunga sizlarga shu usulni ko'rsatib qo'yapman. Xo'p, endi qarang. Bu yerda 30 va 8 ga ajratamiz. Bu 9 bo'lib qoladi. Shunda 30 deb yozaman, o'zi turibdi. 8 ni 9 ga qo'shamiz. 8 plus 9. 8 ni 9 ga qo'shish qiyin emas. Bu birinchi sinf masalasi. 8 ni 9 ga qo'shsak, qani bilasiz, 17 bo'ladi. Shunda 30 ni 17 ga qo'shsak, ishlasa bo'ladi. Qanday qilib ishlab ko'ramiz? Ya'ni 0 ni 7 ga qo'shsangiz, 0 ni 7 ga qo'shsangiz 7 bo'lyaptimi? Endi ikkinchi sonni qo'shamiz. 3 ni 1 ga qo'shsak, necha bo'lar ekan? 4. Ya'ni 47. Ko'rdingiz-a? Shunaqa usul ham bor. Matematika juda ham har xil usullar bilan vazifani bajarsa bo'ladi. Qancha ko'p usullarni bilsangiz, shuncha tez ishlashni boshlaysiz. Ko'rib turibsiz, ya'ni bizda sal cho'zilib ketdi darsimiz, lekin tushunib olsa bo'ladi. Shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.